Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgücülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasətçi İftixar Abdurashid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. 23 mart şənbə günü Dünya Uyghur Qurultayının yenidən seytölənğan mərkəzi işxanası və mədəniyyət mərkəzində uzun yıllardan buyon Uyghur davasını maddi və mənəvi cəhətdən izchil qollab kelgan və Qurultay bilan yaqin hamkorlik munosabat o'rnatib kelgan Germaniyadagi turk tashkilotlarga iftor berildi. Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Diniy ulamo Turg'unjon Alovuddin apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qatimqi kollektiv iftor faoliyatiga Yevropa Milliy ko'rish tashkiloti, Mustaqil tijoratchilar tashkiloti, Germaniya Türk Federatsiyoni, Turkiya Diyanat ishlari, Turk alparanlar jamiyati, Turkiya Saadat partiyasi qatorliq organlarning Germaniya va Minxen shahridagi asosli mas'ullari, Qurultayning markazgi rahbarlari, Yevropa Sharq Turkiston birligi va Ilhom To'xtini qo'llash guruhining mas'ullari, shundaqla Minxen shahrida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. İftar faoliyatida mehmonlarga oldi bilan Qurultay markaz organi tarafidan turkcha tayyorlangan va Uyg'ur masalasining xalqarodagi yangi yuzlanishi, Dünya Uyghur Qurultayının xalqaro sahnalarda elib berayotgan kurashlari, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda hozir ham shiddat bilan davom qildirayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, bo'libmi Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish uchun elib berayotgan vahshiyliklari namoyon qilingan hujjatli film ko'rsatildi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Isa apandim iftar faoliyatining beshida qilgan ijilish nutqida hozir qadar o'zlarining din va qon qarindoshi hisoblangan Uyg'urlar har qanday sharoitlardami hech tavranmasdan xayrixohlik qilib yaqindan qo'llab kelgan, Germaniyaga siyosiy panoh tilab kelgan Uyg'urlarga ega chiqqan va ularning beshini silgan Dünya Uyghur Qurultayı qurilgan 2004-yildan buyon Qurultayning butun faoliyatlarini butun kuchi bilan qo'llab kelgan Germaniyadagi yuqori turk tashkilotlarga butun Uyg'ur xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildiradiganligini ifoda qilish bilan birga, mushu iftor so'riniga daxil bo'lgan turk tashkilotlarining moddiy jihatdagi qo'llashi bilan Dünya Uyghur Qurultayının oxirgi hisobda o'zining bu yangi markaziy ishxonasi va madaniyat markazini setib olganligini, Şoň Qurultayning tunji iftar faoliyatini bu aziz turk qarindoshlarimiz bilan birga o'tkazganligidan cheksiz g'urur va iftixorlanish tuydiganligini bildirdi. Dolqin Isa apandim so'zida hozir qadar Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an apandimning BDTning bir qancha qatimliq umumiy yig'inida Uyg'ur masalasini tilga olganligidan, shundaqla Turkiyaning sobiq tashqi ishlar ministrlarining BDT kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan besim va zulm siyosatini ayblaganligidan mamnuniyat tuyganligini ifoda qilish bilan birga, ammo buning yetarlik emasligini, chunki Turkiyani o'zlarining ikkinchi vatani va boshpanohi deb bildigan Uyg'ur xalqining Turkiya Cumhuriyatidan kutadigan umid va orzularining to'limi ko'p ekanligini, Şoň Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini to'sib qilish uchun G'arb demokratik davlatlar tarafidan uyushtirilgan xalqaro birlik safining oldingi qatoridan o'rin olishini, shundaqla Uyg'urlar masalasida Xitoy qarta jazo va embargo yurgizishini umid qilganligini bildirdi. Hozir qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 11 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dash va Uyg'ur majburiy emkining oldini olish uchun Amerika tarafidan maxsus qonunlarning chiqarilib ijro qo'yilganligini, Londonda ta'sis qilingan Uyg'ur sud kollegiyasining xalqaro qonun tartiblari bo'yicha Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligi haqida hukm chiqarganligini, Yevropa parlamentida Uyg'urlarga qarata insoniyat qarshi jinoyat ishlayotgan Xitoy amaldorlari va Uyg'ur majburiy emki chetishli Xitoy shirkatlariga jazo va embargo yurgizish haqida maxsus qarorlarni qabul qilganligini eslatib o'tgan Dolqin Isa apandim, G'arb ellarining hukumat va parlamentlarning Uyg'ur masalasiga bo'lgan ko'ngil bo'lishining kundan kunga ish berayotganligini, Dünya Uyghur Qurultayının tashabbusi va tirishchanligi bilan Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Germaniya, Chexiya qatorliq davlatlarning parlamentlarida va Yevropa parlamentida maxsus Uyg'ur do'stlik guruhlarining qurib chiqilganligini va bu do'stlik guruhlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish harakatiga boshlamchilik qilayotganligini ta'kidlab o'tgan Dolqin Isa apandim, Türkiye parlamentidami Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishini umid qilganligini bildirdi. İftar faoliyatida so'z qilgan turk tashkilotlarining mas'ullari Dünya Uyghur Qurultayının intan cheklik imkoniyatlarga va zo'r mushaqqatlarga qaramasdan nihoyat zo'r va sharafli bir da'voni xalqaro sahnalarda ta'sirli va unumli holda ilib berayotganligidan cheksiz g'urur tuydiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur da'vosining Turkiya xalqining muqaddas bir da'vosi ekanligini, mayli dunyo qarshi, ideologiyasi va siyosiy qarshi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Yevropadagi butun turk tashkilotlarining va turk jamoatining
Uyghur qeyrindoshlarga va ularning sharaflik davosiga bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashini adoqqicha davom qildiradiganligini keskin holda ifoda qilishdi. Orqadan iftorga qatnashgan turk tashkilotlarining mas'ullari Myunxendagi Uyg'ur jamoati bilan birga tunji qatim qurultay markaziy ishxonasining yangidan ta'sis qilingan masjidida kollektiv namoz o'qish sharafiga nail bo'ldi. Namazdan keyin qurultayning yangi ishxonasini tafsiliy ekskursiya qilgan turk tashkilotlarining mas'ullari o'zlarining tabriklarini qayta ifoda qilish bilan birga Dolqin Aysa apandim boshchiligidagi qurultayning markaziy rahbarlari bilan buningdan keyin kamkorliklar haqida tafsiliy suhbat ilib bordi va tarovih namozni birga o'qidi. Dünya Uyghur Qurultayı tarkibidagi Uyghur kishilik huquq qurilishi 21 mart chaqiriq e'lon qilib, Yevropa sayohat shirkatlarini Sharq Turkistonga sayohat turi tashkillashni to'xtatishga chaqirgan. Mazkur tashkilot chaqirig'ida Sharq Turkistonga sayohat umki tashkillashning rayonda davomlashayotgan insoniyat qarshi jinoyatga sherik bo'lib qilish xavfi paydo qildiganligini ogohlantirgan. Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyghur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning bildirishicha, Uyghur kishilik huquq qurilishi buning oldida, ya'ni bu yilning boshlarida e'lon qilgan dokladida irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat davomlashayotgan bo'lsa-mu, lekin Fransiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Shvetsariya, Gollandiya qatorliq davlatlardagi 8 Yevropa sayohat shirkatining vatanimizga davomli sayohat o'rinlashtirayotganligini oshkorlash bilan birga, Yevropa, shundaqli Shimoliy Amerika va Avstraliyadagi sayohat shirkatlarining irqiy qirg'inchilikdan foyda tepishni to'xtatishni talab qilgan. Uyghur kishilik huquq qurilishi chaqiriqida ba'zi Yevropa shirkatlarining rayonga davomli sayohat yo'l qo'yayotganligini, bu shirkatlar irqiy qirg'inchilik bo'lgan ahvolda sayohatning yaxshilik rolini o'ynaydiganligini qayd qilayotganligi, ammo buning vatanimiz uchun muvofiq emasligini bildirgan. Uyghur kishilik huquq qurilishining chaqiriqi ba'zi Amerika davlat majlisi a'zolarining Amerika tashqi ishlar ministri Blinken xat yozib, Amerikaliklarga Sharq Turkistonni sayohat cheklangan rayon deb e'lon qilishni talab qilgan bir vaqt o'ttirib qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy hukumati dunyoga Sharq Turkistonning vaziyati normal degan signalni berish uchun Xitoy fuqarolarini vatanimizga keng ko'lamli siyosiy sayohatlarga tashkillamoqda ekan. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 55. navbatlik kishilik huquq kengashi 26 fevral kuni Jenevada boshlangan edi. Bu yig'in mezgilida Uyg'urlarning masalalari har qaysi xalqaro kishilik huquq organlari va hukumatlar tarafidan davomli o'tirib qo'yilmoqda. 21 mart kuni 55. navbatlik kishilik huquq kengashining 38. qatimliq yig'ini o'tkazilgan bo'lib, bu yig'inda har qaysi davlatlarda saqlanayotgan kishilik huquq masalalari, osonliklar masalalari va ijtimoiy masalalar nuqtaliq muzokara qilingan. Yig'inda bir qancha mustaqil xalqaro organ Uyg'urlar masalasini kun tartibga ilib kelib, kengashning diqqatiga sungan. Bular orasida Yaponiyadagi mustaqil organlardan xalqaro kasblarni qo'llash jamiyatiga vakil bo'lib kelgan kishilik huquq faoliyatchisi Shonichi Fujiki apandim yig'inda maxsus Uyg'urlar haqida so'z qilgan. U mundaq degan: "Hurmatli rais apandi, biz bu yerda Şinjandagi Uyg'urlarga davomli yurgizilayotgan sistemalik kishilik huquq dafsanchiliklar haqidagi andishlarimizni o'tirib qo'ymoqchi. Xitoy hukumati rayonga kirishni cheklash orqali bu yerdagi sistemalik kamsitish, keng ko'lamlik xohlagancha tutqun va majbur emgak masalasi haqidagi dokladlarning mustaqil tekshirilishiga to'sqinlik qilmoqda. Biroq mustaqil organlar, jurnalistlar va tadqiqotchilar tomonidan o'tirg'i chiqarilayotgan zo'r faktlar rayonda yuz berayotgan sistemalik kishilik huquq dafsanchiliklarining kishini cho'chitadigan darajada ekanligini ko'rsatib turmoqda. Shonichi Fujiki apandi so'zini davom qilib, Xitoyning kasbiy texnik tarbiyalash nomidagi yig'ilish o'rinlarining amaliyotda jazo lagerlari ekanligini o'tirib qo'ygan. U mundaq degan: Xitoy hukumatining kasbiy tarbiyalash nomidagi o'rinlari jazo lagerlariga o'xshash ishlaydi. Bu o'rinlarda kishilar ming yuyishqa, majbur emgakka va madaniyat assimilyatsiyasiga uchirmoqda. Shunichi Fujiki apandi so'z davomida yana BDTning irqiy kamsitishni tugatish komitetining 2023 yil e'lon qilgan doklatiga asoslanganda Xitoy hukumatining yana keng ko'lamli nazorat qilish, diniy odatlarga cheklim qo'yish va majburiy tug'mas qilish vositalarini qo'llanayotganligini bildirib, kishilik huquq kengashiga tovanlik takliflarni sungan. Biz sizlarning Xitoy hukumatidan BDT kishilik huquq mutaxassislarini o'z ichiga olgan kuzatuvchilarning Şinjanga to'solg'isiz holda kirishiga ruxsat qilish, xohlagancha qo'lga ilinganlarni qo'yib berishni talab qilishinglarni, qiyin qistoq, majburiy emgak va madaniyat assimilyatsiyasi jinoyat ustidan atrofli tekshirish ilib berishinglarni so'raymiz. Fujiki apandi har qaysi a'zo davlatlarga xitob qilib, ularni Uyg'urlarning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklaydigan qonun chiqarishga da'vat qilgan va biz bu kengashni jiddiy harakatga o'tishga chaqiramiz. Chunki Uyg'urlar mush minutlardami zulm chekmoqda deb eskartgan. Yig'inda yana
Xalqaro kechirim tashkiloti va xalqaro kishilik huquq mulozimati qatorliq tashkilotlarning vakillarimi Uyg'urlar masalasini tilga olgan. Xalqaro kechirim tashkilotining vakili yig'indagi so'zida Kishilik huquq kengashidan Kishilik huquq oliy komissari ishxonasi 2022 yili e'lon qilgan dokladda o'ttirib qo'yilganlar haqida iz qo'g'lab tekshirish elib berishni talab qilgan. U yana Kishilik huquq oliy komissarining rayondagi vaziyat haqida yangi doklad berishi lozimligi va javobgarlikni surishtirishning yo'llarini izlashi lozimligini degan. 55 navbatlik Kishilik huquq kengashining yig'inlari 5 aprel kunigacha davom qildigan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu jarayonda janvada har xil uchrashishlar va yandosh faoliyatlarni uyushtirish orqali Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni fosh qilgan. Kishilik huquq oliy komissari Volker Turkmo bu kengashning yig'inida doklad berganda Uyg'urlar masalasini tilga olib, Xitoy hukumati Xinjiangda va Tibetda yo'l qo'yayotgan va kishilik huquqini dafsana qilayotgan qonun, siyosat va ijroatlarini o'zgartirishga chaqirgan edi. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga Kündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyingi qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'linglar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. Thank you.